Nimalar bo'lib ketyapti? Bunaqada Jondorda hamma savdogarlar bankrot bo'lib ketadi-ku. O'tgan safar 3 kunlik chegirmada barcha kiyimlarimizni 49 ming so'mdan qilib qo'ygan edik. Endilikda bo'lsa mana shu yerda ko'rib turgan barcha kiyimlaringizni bor yo'g'i 39 ming so'mdan beramiz. Kelayotgan bayram ayollarniki bo'lsa ham erkaklar xursand bo'lsin deb harakat qilyapmiz. Kiysa bo'ladimi? Necha kun kiysa bo'ladi deb negativ yozmang. Mana shunday Xitoyda ishlab chiqarilgan original kiyimlarni ham 39 ming so'mdan xarid qilasiz. Bilamiz, erkaklar bayramda ko'p pul sarflashadi. Shu uchun oyoq kiyimlarni ham, futbolkalarni ham, Xitoy shimlarini ham barchasini 39 ming so'mdan qo'ydik. Bu videoni ko'proq do'stlaringizga jo'nating. Sababi ulfatlar yig'ilganda chiroyli kiyim kiyish barcha erkakka yarashadi. Bu chegirmamiz Jondordan gapiramiz va Ali Brand Instagram profiliga obuna bo'lganlar uchun amal qiladi. Tez obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Jondor tuman Yangi bozorda joylashgan 6-qator 1-magazinga bemalol kelaverasiz.